Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Siz bugun Botir Qodirov haqidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xonanda Botir Qodirov YouTube'dagi Chotki TV kanaliga bergan intervyusida otasi tomonidan tan olinmagani va farzandlarining soni haqidagi savollarga javob berdi. O'z vaqtida tan olinmagan farzandman. O'sha paytda katta oila qilishni va ularni adolat bilan boshqarishni niyat qilganman. Hozirgi kunda 15 nafar farzandim bor va ularning har biridan faxrlanaman. To'g'ri, ular bitta onadan emas, ammo ularning hammasini tan olaman. Farzandlarimning bari bir-birini tanishadi va do'stona munosabatda bo'lishadi. Boshqa oilamdan bo'lgan farzandlarim birinchi oilamga kelib bemalol o'ynashadi. Farzandlarim uchun albatta vaqt ajrataman. Ularning barini yig'ib istirohat bog'iga yoki ovqatlanishga olib boraman. O'zim stol buyurtirib, miriqib ovqatlanamiz. Jigarlarning bir-biriga bo'lgan munosabati iliq ekanligidan xursandman. O'ylashimcha, hammasi erkak kishining o'ziga bog'liq. Inson farzand ko'rdimi, uni tan olish kerak. Aksincha, ish tutish esa nomardning ishi hisoblanadi. Xotindan qo'rqib ish tutish erkak kishiga bo'lgan xos bo'lgan ish emas. Chiroyli yoki mansabdor ayolning ketib qolishidan qo'rqib boshqa oilasidan bo'lgan farzandini tan olmaslik yoki uni yashirish erkak kishiga xos ish emas. Tug'dirgandan keyin bolani tan olib, voyaga yetguniga qadar unga mehr berib ulg'aytirish, otalik burchini berish mard erkak kishining ishi hisoblayman. Rosti farzandidan voz kechadigan yoki bitta ayol bilan munosabatlarini uzib boshqa oila qurgandan keyin farzandlarini ham unutib qo'yadigan erkaklarning ishini tushunmayman. To'g'ri, xotin ko'chada millionta bo'lishi kerak. Bittasiga uylansangiz, u ayolingiz bo'lib ketaveradi. Ammo farzand erkakning bir bo'lagi, uning vujudidan yaralgan inson. Buning savol-javobi juda og'ir bo'ladi. Siz farzandingizdan voz kechdingizmi? Kun kelib sizdan ham voz kechishadi. Bu qaytar dunyo, deydi Botir Qodirov.